hozirgi sezonimizga moslangan holatda 7 ot kuchli motobloklarimizni kartoshkalar uchun tayyor qilib berganmiz hamda ochar puluk qilish uchun tayyor holatda, komplekt holatda sizlarga bo'lgan obzorni qilib beramiz. Videoni boshida aytaman, bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, akalar kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib 25-avgustgacha kela xarid qiladigan bo'lsang, qo'limdagi 200 ming so'm pulni sizlarga shunday berib yuboramiz. Faqatgina kela xarid qilasizlar. Narxlarini arzon narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Undan tashqari 200 ming so'm pul mukofotlarini sizlar uchun qo'shib beramiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq narxlari bilan yoritib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon soliq, Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni akalar. Birinchi o'rinda kartoshka ko'ladigan holatga tayyor holatda bo'lgan motoblogimizni obzorini qilib beramiz. Ko'rib turgan motobloglaring 7 ot kuchli farali Alfa Grand motoblogimiz hisoblanadi. Ko'p joyda akalar buni reduktorini 450 talik, 550 talik, 850 talik sotishyapti ekan akalar. Unaqa holatda bo'lmaydi. Buni ham oladigan bo'lsangiz, reduktor qismi bir xil bo'ladi. Doim videoyimda aytaman, reduktor qismi bir xil. Xo'p, motor 170 bloklar bilan jihozlangan, ko'rishlar mumkin. Farqi motorida bo'lishi mumkin yoki da bunaqa freza pichog'ida bo'lishi mumkin, lekin karofkasida farq bo'lmaydi. Kechasi kunduz ishlash uchun qulay bu motoblogimiz. Oldi tomonida mana faralar bilan jihozlangan. Benzinli, soatiga benzin rasxoti 400 grammdan akalar 1 litrgacha benzin rasxot qilib beradi. Balon qismlari 408 hamda buni vozdix qismlari maslini qilib ishlangan, ko'rishlar mumkin. Bunga avtol qo'yib bersizlar, tashqaridan kirgancha shunda qolishini hisobiga sizlarga anchagina uzoq xizmat qilib beradi akalar. Xo'p, oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari qo'yilgan, o'chirib qo'yilgan knopkalari, gazlari ham yo'qlari o'ziga tayyor holatda bo'ladi. Bu motoblogimizga bunaqa jatka kartoshka patillarda, bunaqa ochar ham pluglarda, selkalarda, chizellarda hamda o'rim uchun jatkalarda ham bemalol ustunovka qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Roli pastga tepaga legirovka bo'ladi. Soatiga rasxotini aytdik 1 litr ruchnoy tortib yurg'iziladi. Bu motoblogimiz kartoshka kovlash uchun tayyor holatda, hozir komplekt holatda bo'lgan. Chunki o'ziga bunaqa kartoshka patillarini ustunovka qilib tayyor qilib qo'yganmiz akalar. Kartoshkalarni 100% bitta ham qoldirmasdan chiroyli holatda kovlab berish uchun mo'ljallangan. Komplektda kulish dokumenti hamda bunaqa frezalari, kartoshka kovlaydigan komplekt holatda akalar. Bu motoblogimiz xo'p 3 500 ming so'mdan 4 200 ming so'mgacha bo'lgan varianti bor. Farqi motorida moydatchigi bor, yo'g'i bor hisobida narxi o'zgaradi. Bular yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, motorida moyi avtomatik o'chish xususiyatiga ega akalar. 1 yil garantiyasi bor. Telefon qilib bog'lanasizlar. Endi ham ochariga, ham plukka tayyor holatda so'ragan mijozlarimizga bunaqa universal original pluglarimizni yetib kelgan. Yana bitta narsani aytamiz, bunaqa kartoshka ko'ladiganimiz komplekt holatda ham sotiladi akalar. Agar alohida xarid qilaman degan bo'lsangiz, alohida ham sotuvda bizda mavjud. Telefon qilib bog'lanasizlar. Endi bu motoblogimizga o'tadigan bo'lsak, motoblogimiz xo'p, bu universal omochimiz. O'rtaga qiladigan bo'lsangiz omoch, yonboshga qiladigan bo'lsangiz mana plug vazifasida ishlatishingiz mumkin. Balonni o'rnini ham bemalol olib ketish uchun mo'ljallangan. Yonboshga qiladigan bo'lsangiz ham bemalol mana balonni o'rnini ham olib keta oladi. Orqasidan ham legirovkalari bor akalar. Mana yonbosh tomonga ham mana bemalol legirovka bo'lish uchun mo'ljallangan akalar. Mana yonboshga qiladigan bo'lsangiz bu plug vazifasida ham bemalol ishlatsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, aytganimdek, Zikr motoblogimiz hisoblanadi. Xo'p, vozdixlari maslinli, vozdix qancha katta bo'ladigan bo'lsa, motoriga shuncha chang o'tmasdan uzoqroq xizmat qilib beradi sizlarga. Freza pichoqlarini ham akalar donasi 15 ming so'mdan chiqadigan varianti bor. Donasi 45 ming, 50 ming so'mdan chiqadigan varianti bor. Sizlarga eng original yediriladigan 2 yil 3 yilgacha freza pichoqlari ham xizmat qilib beradigan original modelini tavsiya qilamiz akalar. Xo'p, keyin yana bitta narsani aytamiz, buni benzin karburator qismlarida ham farqi bo'ladi akalar. Hozir Xitoydagi bor, O'zbekistondagi bor karburator demak akalar. 35 ming so'mlik karburator bor, 150 ming so'mlik karburator bor. Biz sizlarga 150 ming so'mlik original katta karburatorlar bilan jihozlab qo'yganmiz. Uncha-munchaga to'lib qolmaydi akalar. Undan tashqari mana ko'rishlar mumkin ma'lumotlari, skorslari oldiga ikkita, orqaga bitta bo'ladi aka. Akalar, narx-navosi bu motoblogimizni mana shu komplekt ko'rib turgan plug, freza, kulish dokumentlari bilan komplekt holatda. Xo'p, 3 850 ming so'mdan do'konimizdan akalar 4 850 ming so'mgacha bo'lgan varianti bor akalar. Farqlari aytdim, motorida farq qiladi, keyin bunaqa pichoqlarda farq qiladi. Reduktori hammasiniki bir xil bo'ladi. 450, 550, 850 bo'lmaydi, hammasi standart bir xil holatda bo'ladi. Bundan tashqari mini traktor, drabilka, katta turdagi motobloglardan ham so'ragan mijozlarimizga, ularımizdan ham bor. Manzilda videoni boshida aytdik, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar, to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Shunaqangi motoblog yoqtirib
urgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar akalar. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bemalol.